Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun sirdaryolik akalarimizga Sardobadan kelishgan ekan. Texnika qilib berdik. Bru Turkubali 946 markali texnikamiz. Akalarimiz mana xursand, mamnun, test drive qilib ko'rishdi. Yarim soat bemalol minib, haydab, ma'qul kelgandan keyin barakasini qildik. Mana texnika akalar. Hamma joylarni tekshirib olishyapti. Ko'rib, bafurja. Mana obunachilarimiz tomonidan bu texnikaga ko'pchilik qiziqish bildirishyapti. Xudo xolisa. Rasxodlari unaqa katta emas. 1.8 kubalarda rasxodi bilasizlar sal ozgina kattaroq bo'ladi. Bu texnikalarda 5, maksimalkasi 6 litr xarajati bor. Motorlari 4 portion bo'ladi. Quvvatlari yaxshi, mощностьlari. Qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Mana sizlarga ham tanishtirib qo'yamiz birato'la. Mana Bru Turkubali kovushi, ko'tarish og'irligi 2 tonna, 85 kilovat, ko'tarish balandligi 360 ga ko'taradi. O'zini vesi 5 tonna 650. Hozirgi turgan holatida bundan tashqari, mana orqasi bo'sh turibdi hozir. Protoves ilingandan keyin, ya'ni ki beton yoki shag'al qanaqadir hamma xohishiga qarab nimadir bilan to'ldiradi. O'shanda valnovatsiya bermaydi texnika. Keyin gabaritlari ham ko'rishinglar uchun 6 metr 73 sm, eniga 225, balandligi 280 dan oshiqroq, 290 tashlaydi texnikamiz balandligi. Mana kovush hajmi ham mana ko'rib turibsizlar, kovush ham kichkina emas, Bru Turkuba normalni. Mana ko'ryapsizlar, hozir akamiz test drive'da faqatgina minib ko'rganlar, undan oldin umuman texnika minmaganlar. Xudo xolisa mana yog'ini qimirlatib ko'ryaptilar. Endi bu yerda ikkita texnika bor. Bittasi boya aytganimdek Sardobaga, bittasi Jizzax Zominda. Zomindagisi sal kichkinaroq. Bunisi 936 markamiz bo'ladi. Ovozim yaxshi yetib bormayotgan bo'lsa, sal balandroq gapiraman. Xafa bo'lmasizlar. 0.65 kubali, 1.8 tonna ko'taradi, 58 kilovat, ko'tarish balandligi 320, o'zini vesi 3 tonna 600 hozirgi holatda. Boya aytganimdek gabaritlari bu 5 metr, 5,5 metrga 1.95, 1.94 ekan. Balandligi o'zini, balandligi 272. Boya aytganimdek, mana bu 3 tonna 600 bu turgan ves, hozirgi vesi. Protoves osganingizdan keyin bu 4 tonnadan oshiq bo'ladi texnika. Mana murojaat qilaverasizlar. Pastdagi To'qson 865 nomer men o'zimniki, telefon qilaverasizlar, bemalol chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bunisi ham baraka bo'ldi. Xudo xolisa buni olib ketishyapti. Ikkita texnikani. Bunisi Sardobaga bo'ldi, bunisi Zominga bo'ldi. Akalar, xizmatdamiz, 724 aloqadamiz, telefon qilaverasizlar. Dashtoboddan ekan mana akalarimiz. Dashtoboddan. Xudo xolasa siz uchun ham biz uchun ham xayrli bo'lsin savdoyimiz. Inshaalloh texnikadan baraka toping. Albatta. Rahmat kattakon niyatlar uchun.